Endi elektr energiyaga pul sarflash shart emas. Hozir tushuntiraman. Shu maktabga quyosh panellaridan o'rnatib berganmiz va bu uchun elektr energiyaga umuman ortiqcha pul to'lashi keragi yo'q. Quyoshga rahmat aytib qo'ysanglar bo'ldi. Hattoki shunaqa bulutli ob-havoda ham 30-40% energiya olib berar ekan. Mashalloh. Aytgancha bizning kompaniyamiz bu mahsulotlarimizga 20 yilgacha kafolat beramiz. Undan tashqari 1 yil bizning servisimiz tekin. Solar Device kompaniyasi mingdan oshiq proyektni ishonchini oqlagan. Bulardan bittasi shu xonadon. Bu xonadonga quyosh panellarini o'rnatib berganmiz. Bu xonadon o'zini o'zi tekin elektr energiya bilan ta'minlaydi. Sizlar ham elektr energiyaga pul to'lashdan charchagan bo'lsanglar yoki chekka joylarda svet o'chib, joningizga teggan bo'lsa, biz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz va o'rnatib beramiz. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Solar Device